Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan chiqishi to'xtagan bo'lsam ham narxi tushmay turgan Captiva mashina haqida gaplashamiz. Narxi va plus minuslari sizlarga shu videoda ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Captiva mashina egadan bo'lib 2015-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 3 hisoblanadi. Bu mashinamiz 3 lik motorda bo'ladi va salon holatlari ko'rib turganlaringizdan sideniyalari kojinli bo'ladi. Ko'pincha Captivada kojinli salon bo'ladi shunday. Potoloklari seriy ko'rib turganlaringizdan yep-yangi. Captiva'ni o'zini radnoy paroqlari bo'ladi, ya'ni oyoq qo'yib chiqish uchun. Shunday salon bo'ladi, multi-rol audio sistemalari, bu yerda cruise kontrollari bo'ladi. Tablosida kichkina monitor 220 tezlik ko'rsatib turibdi. Captiva mashina 7 o'rindiqli bo'ladi va orqada o'tiradiganlar uchun hozir mana oldingi sideniyasi polnis orqaga surilgan, lekin shunning katta joy qoladi. Va buni orqasindagi sideniyasini olib turib, hozirda gaz o'rnatib qo'yibdilar. Endi salonni ko'rib turganlaringizdan yep-yangi 2015-yilda ishlab chiqarilgan mashina uchun bu salon o'ta ideal. Captiva'mizni balonni ko'rsangizlar bo'ladi, hali yangi. Qishdan bemalol o'tsa bo'ladi. Captiva'mizni sveti oddiy xalq tilida baqlajon sveti deb aytiladi va ko'pchilikga yoqadi bu svet. Bemalol kraskalarni tekshirib olsangiz bo'lardi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 3 polностью 4 qilingan. Captiva mashina afzalliklarini aytadigan bo'lsak, baland hatchback va 4 ballon ham tortadi. Shunday qor yog'gan vaqtida bemalol sizlarga qo'rqmasdan yo'llarda harakat etishingizni ta'minlab beradi. Ko'pchilik Captiva mashina rasxoti ko'p deydi. Lekin bu mashinamizda metan gaz uстановка bo'lgani sababli bemalol uzoq masofalar ham ketsangiz bo'ladi, yaqin masofalarda ham harakatlanish imkonini beradi. Motor qismi ko'rsangiz bo'ladi. Metan gazi o'rnatilgan. Captiva'miz narxiga keladigan bo'lsak, 165 million deb aytib turgan ekan egasi va bizani YouTube kanalidan kelib oladigan bo'lsangiz 162 million so'm qaytib kelish beriladi. Barter xizmatlari bor va qolgan variantlarni bemalol egasi bilan gaplashib ko'rib olasizlar. Pastda yozilgan nomerlar egalarining nomeri. Keyingi obzor etadigan mashinamiz qaysi bo'lishini kommentariyada yozib ketinglar.